Million pul sarflayapsiz, lekin mashinangiz o'ynalmayapti. Siltab qolayotgan bo'lsa, rasxodi ko'p bo'lsa yoki оборотlar o'ynab qolayotgan bo'lsa, bu videoda o'tkazib bitta repost qilib saqlab qo'ying, men sizga yo'lini ko'rsataman. Ustalardan charchagan bo'lsangiz, avtomobilingizni bitta o'chirasizda, kelib mana miya bo'ladi akalar. Yaqinroq. Miyani mana shu tilini bitta tortsanglar chiqadi yoki atverka ishlatasizlar. Stekerni tepaga tortib chiqarib olasizlar. Faqat bilan ko'ringlar, adashmasdan ko'rsatganimdan qilasizlar. Xo'p. Sariq krishkalarni yechib olamiz. Sizlarga xuddi shunaqa uchli sim kerak bo'ladi. Endi biz kontrolkamiz uchun uchli bo'lganligi uchun tillarini yaqinroq oling. Xuddi shu ko'rib turganlaringda stekerlarga kiradigan kompyuterda mana kiradigan tillari bo'ladi. Har xil chuqurlarga tushganlaringda, boshqa sintani, achuli paytlarda, vibratsiyali paytlarda mana shu o'ynab qoladi tillari. Bitta orasiga tiqasizlarda mana yaqinroq shu oldinda bo'lsa orasiga tiqib turib, o'rtasini ko'rsatdi. E'tibor beringlar mana. Ko'rdinglarmi? Orasi torayapti. Mana taraf qaraydi. Stekerlarda o'rtasida ikkita tilla bo'ladi. Yonini ko'rsatdi. Xuddi shunaqa ikkita chuqur joyini ko'ryaptimi? Shunaqa ikkita chuqur joyidan tillini ichkari itarib qo'yasizlar. Oralari kengayib ketgan stekerlar. Xuddi shu holatda stekerlarni toraytirib olasiz. Qanaqa ekanini e'tibor beringlar. Nechta steker bo'lsa, hammasini xuddi shu holatda toraytirib chiqasizlar. Bu videoda sekin ustadan bezor bo'lgan tanishlaringiz jo'natib ko'rasizlar. Shu tepasini toraytirish, bu tepasini foydasi yo'q. Ichki tarafida tilini toraytirish kerak. Böyle. Bu tepasini toraytirsalar ishayib ketadi. Qaytarib bo'lgandan keyin kirishgan xuddi eski holatga qilib yig'ib, stekerni joylaymiz. E'tibor beringlar. Qanaqa joylaydigan bo'lsa, ko'rsatib yechasiz. Qarab turib, tilini qaytib joylaysiz. Tilini joyiga joylab olamiz. Ustalarimiz sirlari qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Bundan ham qiziq oldinda hammaga.